O'sha iflos sendan foydalandi desam bo'ladimi? Oqni qoradan ajratish uchun dinni keragi yo'q. Farqni anglash uchun aql kerak. Kishori, senda u yo'qligini kecha isbotlading. Sen o'qishingni tugatishingni naq 4 yil kutdim, sabr bilan. Shuni o'rgandingmi? Shuni fidoilik deysanmi, shumi? Fidoyiligimni so'roq qilmayman. Korkorona fidoyiligingni so'roq qilsam bo'ladi. O'qishga boribsan-u, baloyam o'rganmabsan. Nega qallig'ingni rad etding? Nega JJ senga tegishga ruxsat berding? U seni o'zidan qolgan dedi. Bunda qanday sharaf bo'lishi mumkin, Kishori? Qallig'ing bo'lsam ham qo'lingni ushlashimga qarshisan. Lekin o'sha odam bilan Ilojim yo'q edi. ilojing bor edi. Uni oldiga o'z xohishing bilan bording. Agar eshik qulflangan bo'lsa-yu, senda kalit bo'la turib, ichkarida qolishni xohlasang, demak qamalishni o'zing xohlagan bo'lasan. Ilojsizlikdan emas. Sen an'anaga ergashding, dinga emas. Nega jahl qilasan? Senga nima yomonlik qildim axir? Menga o'xshagan qizlar ko'p edi. Onang tirik bo'lganida singlingni ham u yerga. Kishori! Babuji ushbu unashtiruv xarajatlarini to'laydi. Afsusdaman, ammo hammasi tugadi.